Erkak kishining testosteroni oshib ketadigan bo'lsa, unda nimalar bo'ladi? Birinchisi, yuqori testosteron bo'lgandan keyin sizlarda kuchinglar oshishni boshlaydi, ya'ni sizlar energiyalar ko'proq, kuchinglar ko'proq bo'ladi va mishning massasi o'sishi osonroq bo'ladi va yog' yo'qotishinglar ham osonlashadi. Ikkinchisi, sizlarda даже настроениyalar o'zgarib ketadi, ya'ni hayot yaxshiroq ko'rinishni boshlaydi, настроениyalar zo'r bo'ladi, energiyalar ko'proq bo'ladi. Testosteronni yuqorilagan odamda sovuqqonlik paydo bo'ladi, ya'ni uni даже nigohlarida ham sovuqqonlik bo'ladi, u spokойный bo'ladi va o'ziga bo'lgan ishonchi juda ham oshib ketadi. To'rtinchisi, bu yaxshi bo'lishi ham mumkin, yomon bo'lishi ham mumkin. U odam o'ziga bo'lgan va boshqalarga bo'lgan talabchanligi oshib boradi. Ya'ni bu narsa u o'zidan ko'proq narsa xohlaydi, ko'proq narsa qila olishiga ishonadi va qolganlardan shu narsani so'rashni boshlaydi va bu narsa orada ozgina oilada yoki og'aynilar orasida nizolik kelib chiqarishi mumkin. Shu kabi foydali ma'lumotlar sizlarga qiziq bo'lsa, meni sahifamga hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar.